Hurmatli kuzatuvchilar, yana qadrdon Gulshadaman. Yaxshi bilasiz, biz 1 yil davomida Kia Navoiy avtosalonidan Kia Sonet avtomobilini xarid qilib, maza qilib mindik. Hech qanaqa kamchiliklarsiz, bexato, zo'r yurib berdi, ko'z tegmasin. Va ana endi bizni davrimizdagi mijozlarga nisbatan hozirgi yangi davr mijozlariga yana ham qulaylik yaratish maqsadida 25% boshlang'ich to'lov bilan ushbu avtomobilni 1 yildan 5 yilga qadar xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Va eslatib o'tamiz, O'zbekiston Respublikasining turli hududlaridan istalgan manzildan kelib tashrif buyursangiz, bonuslarning ichiga mehmonxona va servis xizmati ham kiritilgan. Azizlar, yana bir narsa, kichkinagina ilova. Demak, hozir hisob-kitob qilib ko'rdim. 1 yildan 5 yilga qadar 25% bo'ladigan bo'lsa, endi boshlang'ich to'lov bilan oyga 2 million 200 mingdan tushar ekan. Bunday o'ylab qarasa, taksiga ham, yo'l kiraga ham ketib qoladi shu pulingiz. Undan ko'ra bitta yaxshi mashina olganingiz o'zingizga foyda va bu tanlovda adashmang. Va eng muhimi, aynan mana shu Navoiy Kia avtosalonini tanlagan barcha mijozlarga alohida rahmat. Yaxshi kunlarda uchrashguncha. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.